Miyasteniya o'zi qanday kasallik? Kunlarimizda joylashgan asetilxolinga sezgir retseptorlar zararlanib qoladi. Eng ko'p tarqalgan sabablardan biri bu kunni birinchi yarmida, ya'ni ertalab tursa ko'zlari yaxshi ko'radi, narsa buyumlarni ikkita ko'rmasdan yaxshi ko'radi, qog'lari tushib qolmaydi. Lekin kunni ikkinchi yarmiga o'tganda, ya'ni charchaganda, jismoniy faoliyatdan so'ng yoki o'zi kunni ikkinchi yarmida bemorlarda asta-sekin qovoqlari pastga tushishni boshlaydi va ko'zlari ikkita ko'rishni boshlaydi. Miyasteniya kasalligi o'zi ikki xil davrda kechadi. Bu kasallikni remissiya davriga o'tkazish mutaxassis nevropatolog va reanimatologlarning asosiy davo choralari hisoblanadi. Miyasteniya o'zi qanday aniqlanadi? Qanday diagnoz qo'yiladi? Hamma holsizlik, quvvatsizlik bilan kechuvchi bemorlarda hammasida ham miyasteniya bo'laveradimi? Miyasteniya kasalligini davolasa bo'ladimi? Ha, albatta davolasa bo'ladi. Bu kasallikni mutaxassis nevropatologlar davolaydi. Eng samarali usullardan biri bu. Bugun sizlarga miyasteniya o'zi qanday kasallik, uni qanday kelib chiqadi, qanday davolanadi va qanday klinik simptomlar namoyon bo'lishini batafsil gaplashib o'tamiz. Miyasteniya o'zi qanday kasallik? Miyasteniya bu muskullarning tez toliqishi va charchash bilan kechuvchi surunkali avtoimmun kasallik. Ya'ni bizni harakatimizga javob beruvchi muskullarning tez toliqishi va tez charchash bilan kechuvchi surunkali kasallik hisoblanadi. Bunda bemorlar ertalab turganda o'zini yaxshi his qiladi, ko'zini bemalol ochadi, narsa buyumlarni ikkita ko'rmasdan yaxshi ko'radi, gapirishi ravon bo'ladi, yutishga qiynalmaydi, qo'l oyoqlarda kuchlari yaxshi bo'ladi. Vaqt o'tgan sari 2-3 soatdan so'ng bemorlarimizda ko'zlar qovoqlari tushib qolishi, narsa buyumlarni ikkita ko'rishi, yegan ovqatdan chaynashga qiynalishi, ayniqsa go'sht mahsulotlarini yegan paytda og'izlar tez charchab qolishi, yutishga qiynalish belgilari, og'ir holatlarda esa qo'l va oyoqlardagi holsizlik va nafas olish qiyinchiligi bilan kechuvchi og'ir avtoimmun kasallik hisoblanadi. Miyasteniya o'zi qanday kelib chiqadi? Nima sababdan yuzaga keladi? Shu haqida batafsil gapirib o'tmoqchiman. Miyasteniya o'zi bu nerv va mushak o'tkazuvchanligining buzilishi bilan kechuvchi kasallik hisoblanadi. Nerv va mushak o'tkazuvchanlik deganda bizni har bir muskullarimiz nerv tolalari orqali impulslarni doimiy ravishda bosh va orqa miyadan olib turadi. Va bu muskullarimiz o'sha nerv tolalari orqali olib turgan impulslar orqali harakatga keladi. Masalan, biz qo'llarimizni ochib yopmoqchi bo'lsak, bu ham avvalo bosh miyada fikr paydo bo'lishidan boshlanadi. Mana qo'limni yopdim, endi ochdim. Bu avvalo bosh miyamizda hosil bo'lgan impuls muskullarimizga borib, muskullarimizni harakatga keltiradi. Aynan bu to'g'ridan to'g'ri impulslar muskullarimizga o'tmaydi. Buni ajoyib mexanizmiga ega bo'lgan nerv tolalari orqali nerv tolalari oxiridan asetilxolin degan modda ajralib chiqadi. Shu asetilxolin moddasi, ya'ni mediator, neyromediator deymiz. Shu neyromediator muskullarimizda joylashgan o'ziga sezgir bo'lgan retseptorlar joylashgan. Ya'ni qulf kalit desak, shu retseptorlarga asetilxolin ta'sir qilish orqaligina muskullarimiz harakatga keladi. Miyasteniyada bu muskullarimizda joylashgan asetilxolinga sezgir retseptorlar zararlanib qoladi, ya'ni avtoimmun hisobiga. Xo'p, buni eng keng tarqalgan sabablardan biri bu bizni qalqonsimon bezimizni yon qismida joylashgan ayirsimon bezlarimizni, ya'ni timusni patologiyalar, ya'ni kasalliklari keltirib chiqaradi. Eng ko'p tarqalgan sabablardan biri bu timusni o'smalari, timomalar bo'ladi. 80% holatlarda shu timomalar hisobiga organizmda o'sha asetilxolinga nisbatan retseptorga nisbatan antitelalar ishlab chiqaradi. O'zi ayirsimon bez normada bizga immunitetimizga javob beruvchi bir limfositlar ishlab chiqaradi. Shu bir limfositlar organizmda immun tizimini mustahkamlab beruvchi hujayralar hisoblanadi. Aynan timus o'smalarda, uni kattalash, ya'ni giperplaziyalarda bizga B limfositlarni ishlab chiqarish o'rniga miyasteniyaga olib keluvchi antitelalarni o'sha timus ajratib chiqaradi. Shu miyasteniyaga olib keluvchi antitelalarni ishlab chiqargan timus
antitellalari muskulimizda joylashgan acetilxolinga sezgir retseptorlarni zararlab, buni hisobdan miasteniya keltirib chiqaradi. Bundan tashqari turli sistemik kasalliklar, reumatoid artrit, tizimli qizil bo'richa, sarkoidoz va turli boshqa revmatologik va sistem kasalliklarda ham miasteniya kelib chiqishi mumkin. Miasteniya tarqalishi aholi orasida juda ham keng emas. Har 100 ming aholiga 10-24 kishini tashkil etadi. Lekin ayollarga, erkaklarga nisbatan ayollarda 2-4 barobar ko'proq uchraydi miasteniya. Miasteniya har qanday yoshda uchrashi mumkin. Erta bolalik davrida ham, keksalarda ham uchrashi mumkin. Ammo 20-40 yoshlar atrofidagi ayollar va erkaklarda miasteniya uchrash chastotasi yuqori hisoblanadi. Miasteniya 3 ta shakli bor. Birinchi shakli bu eng ko'p tarqalgan shakli, bu ko'z shakli. Ikkinchi shakli bu yutishimizga javob beruvchi, tomog'imizda joylashgan muskullarning zararlanishi bilan kechuvchi bulbar shakli va uchinchisi bu tarqalgan shakli. Xo'p, miasteniya organizmda barcha muskullarni bir xil zararlanmasdan, balki tanlab zararlanadi. Eng ko'p tanlab zararlanadigan muskullar bu yuqori qovoqni ko'taruvchi va ko'zni harakatlantiruvchi muskullar hisoblanadi. Aynan yuqori qovoqni ko'taruvchi va ko'zni harakatlantiruvchi nervlarning zararlanishi bilan kechuvchi miasteniya bu miasteniyaning ko'z shakli hisoblanadi. Glazная forma deyiladi. Bu 80% holatlarda miasteniyaning eng ko'p tarqalgan shakli hisoblanadi. Bunda bemorlar kunni birinchi yarmida, ya'ni ertalab tursa ko'zlari yaxshi ko'radi, narsa buyumlarni ikkita ko'rmasdan yaxshi ko'radi. Qovoqlari tushib qolmaydi. Lekin kunni ikkinchi yarmiga o'tganda, ya'ni charchaganda, jismoniy faoliyatdan so'ng yoki o'zi kunni ikkinchi yarmida bemorlarda asta-sekin qovoqlari pastga tushishni boshlaydi va ko'zlari ikkita ko'rishni boshlaydi. Aynan qovoqlari pastga tushib qolgan bemorlar narsa buyumlarni ko'rish maqsadida boshlarini sal yuqoriga ko'tarib turib, ko'z ostidan qaraydigan bo'lishadi. Ikkinchi shakli bu bulbar shakli hisoblanadi. Bulbar shakli deganda bu bizni tinimizdagi, jag muskullarimizdagi yutishimizga javob beruvchi, ovqat yeganimizda, suv ichganimizda yutishimizga javob beruvchi tomog'imizdagi va yutqun muskullarimizda joylashgan muskullarning zararlanishi bilan kechuvchi shakli bu bulbar shakli deyiladi. Aynan bunday bemorlar juda ham ko'p qiynalishadi, chunki bu bemorlar gastroenterologlarga, boshqa mutaxassislarga ushbu shikoyatlar bilan murojaat qilishadi. Aynan gastroenterologlar, boshqa terapevtlar bu kasallik haqida ma'lumotga ega bo'lganligi sababli buni nerpatologlarga yuborishadi. Aynan bunday bemorlar yutishga, ovqatni chaynashga, bundan tashqari suv ichishga qiynalish belgilari yuzaga keladi va gapirishga qiynalish belgilari kuzatiladi bunday bemorlarda. Uchinchi shakli bu tarqalgan shakli hisoblanadi. Tarqalgan shakli deganda biz miasteniya o'zi zo'rayib boruvchi kasallik hisoblanadi. Vaqt davomida bu zo'rayish hisobiga muskullarning charchashi, masalan, ko'zdan boshlangan, bulbar shaklidan boshlangan quvvatsizliklar, holsizliklar vaqt davomida tanaga tarqaladi va tarqalishi aynan bo'yin muskullari, yelka muskullari va jag' muskullariga va butun tanaga tarqaladi. Bu tarqalgan shakli eng ko'p tarqalgan shakli hisoblanadi, chunki miasteniya har qanday turi oxir-oqibat tarqalgan shaklga o'tadi. Buni hisobga bemorlarda dastlab aytib o'tgan qovoq tushib qolishi, narsa buyumlarni ikkita ko'rishi, yutishga qiynalish belgilaridan tashqari, qo'l oyoqlarda umumiy holsizlik belgilari kuzatiladi. Gapirishga qiynalib, dimog'ida gapirib, manqalarni gapirish belgilari paydo bo'ladi. Qovoqlari tushib qoladi, yutishga qiyinchilik paydo bo'ladi. Aynan oddiy suvni ham yutishga qiynalish belgilari kuzatiladi. Agar bu tarqalgan shakli uzoq davom etsa, bemorda og'ir holatlarga olib kelishi mumkin. Ya'ni kasallikni kriziga, ya'ni miasteniya krizlarigacha olib kelishi mumkin. Bunda yuqorida sanab o'tgan simptomlardan tashqari bizni nafas olishimizda ishtirok etuvchi qo'rg'alararo muskullar ham zararlanib qoladi. Buni hisobiga bemor nafas olishga qiyinchilik, yutishga qiynalish belgilari kuchayish hisobiga yutishga qiyinchilik belgilari paydo bo'ladi. Bunday bemorlar darhol reanimatsion sharoitda davolanishlari shart hisoblanadi. Bunday bemorlarga sun'iy nafas oldirish apparatiga va oshqozoniga zond qo'yiladi va to kriz o'tib ketmagunga qadar reanimatsion sharoitda davolanadi. Xo'p, shu o'rinda shuni aytib ketmoqchimanki, miasteniya kasalligi o'zi ikki xil davrda kechadi. Ya'ni bir xil kechmaydi kasallik. Kasallikni qo'zish davri bo'ladi, obosтрение deyiladi. Aynan obosтрение paytida xuddi yuqorida aytib o'tgan belgilar paydo bo'lishi bilan
reanimatsion shart-sharoitda davolanishlari shart bo'ladi bemorlar. Ikkinchi davri esa bu remissiya, ya'ni kasallikning tinch davri hisoblanadi. Aynan miasteniya surunkali kasallik bo'lganligi sababli bu kasallikni remissiya davriga o'tkazish mutaxassis nevropatolog va reanimatologlarning asosiy davo choralari hisoblanadi. Miasteniya o'zi qanday aniqlanadi? Qanday diagnoz qo'yiladi? Hamma holsizlik, quvvatsizlik bilan kechuvchi bemorlarda hammasida ham miasteniya bo'laveradimi? Shu savollarga aniqlash, ya'ni diagnostikasini to'liq batafsil gapirib bermoqchiman. Miasteniya kasalligiga shubha qilingan bemor avvalo mutaxassis nevropatologlar ko'rigiga o'tishi kerak. Bunda bemorning shikoyatlari, to'liq yig'ilgan anamnezi va klinik simptomlari, ya'ni neurostatusni ko'rib turib, mutaxassis nevropatolog tomonidan miasteniya tashxisi qo'yiladi. Ikkinchi aniqlash usuli bu prazerin sinamasi. Prazerin bu farmakologik antixolinesteraz dori vositasi hisoblanib turib, bu o'sha qonda asetilxolin miqdorini ko'paytirib beradi. Asetilxolin o'sha mushaklarimizda joylashgan nerv impulslarini o'tishini yaxshilab beradi va muskullarimizdagi kuchlar paydo bo'lishini ta'minlab beradigan farmakologik dori vositasi hisoblanadi. Bu sinamani ham mutaxassis nevropatolog o'tkazadi. Uchinchi aniqlash usuli bu laborator tekshiruv usuli hisoblanadi. Laborator tekshiruv usullarida qondan o'sha miasteniya keltirib chiqaruvchi antigenlarni aniqlash, ya'ni asetilxolinga sezgir bo'lgan retseptorlarga nisbatan antitanalar aniqlanadi qondan. Bundan tashqari mask degan tekshiruvimiz bor. Tirozin kinaza spetsifik muskul oqsilini qonda aniqlanadi. Institutlar tekshiruv usullaridan eng asosiy metodi bu elektroneyromiyografiya, NMG tekshiruv usuli hisoblanadi. Elektroneyromiografiyada o'zini dekrament degan testi bo'ladi. Shu dekrament testi orqali miasteniyaga nafaqat to'liq tashxis, balki miasteniyada muskullarimiz qay darajada zararlanganligini ham to'liq aniqlab beradigan yaxshi chuqur diagnostik metod hisoblanadi. Miasteniya kasalligining davolasi bo'ladimi? Ha, albatta davolasi bo'ladi. Bu kasallikni mutaxassis nevropatologlar davolaydi. Xo'p, miasteniyani davolashda bir necha xil usullari bor. Ular haqida qisqacha qilib aytib beraman. Birinchi davolash usuli bu antixolinesteraz dori vositalaridan foydalanish hisoblanadi. Antixolinesteraz dori vositalari bu qonda, organizmda asetilxolinni miqdorini ko'paytirib beruvchi dorilar hisoblanadi. Asetilxolin miqdori qonda ko'paysa, muskullarimizda harakat impulslari o'tishi yaxshilanadi. Buning hisobiga muskullarimiz aktivlashadi va bemorda ancha yengillik hissi paydo bo'ladi. Ikkinchi usuli bu glukokortikoidlardan foydalanish hisoblanadi, ya'ni gormonlardan foydalanadi. Bular organizmda o'sha miasteniya keltirib chiqaruvchi antigen antitana birikmalarining hosil bo'lishini pasaytiradi va miasteniya ketishini yaxshilab beradi. Bu dori vositalari eng samarali usul hisoblanganligi uchun juda ham keng qo'llaniladi. Bu dori vositalari yetarli miqdorda va to'g'ri berilsa, miasteniya ketishi ancha yengillashadi. To'rtinchisi bu immunosupressorlar, ya'ni sitostatiklardan foydalanish hisoblanadi. Aynan bu sitostatiklar organizmda antigen antitana birikmasini hosil bo'lishini pasaytirib beruvchi dorilar hisoblanadi. To'rtinchisi, eng samarali usullardan biri bu qonni plazmasini filtrlash. Plazmaferez amaliyoti hisoblanadi. Plazmaferez amaliyoti buni mutaxassis gematologlar amalga oshiradi. Qonda o'sha qon plazmasidan miasteniya keltirib chiqaruvchi birikmalarni, ya'ni antigen antitana birikmalarini tozalab beradi. Buning hisobidan miasteniya ketishi, og'irlashishi ancha yengillashadi va bemorda yengillik hislari paydo bo'ladi. Plazmaferez qachon amalga oshiriladi? Qachonki bemorda yuqorida sanab o'tilgan dori vositalarini olishga imkoniyati bo'lmas. Qanaqa ma'noda? Ya'ni bemorda qarshi ko'rsatmalar bo'lsa, glukokortikoidlar olishga, gormonlar olishga qarshi ko'rsatmalar bo'lsa, antixolinesteraz dori vositalarini olishga qarshi ko'rsatmalar bo'lsa, va bundan tashqari sitostatik va immunosupressorlarni olishga qarshi ko'rsatmalar bo'lsa, bemorga eng samarali va eng yaxshi tushadigan metod bu plazmaferez amaliyoti hisoblanadi. Miasteniya kasalligining nasldan naslga o'tish haqida hozirgi kunda dalillarga asoslangan tibbiyotda asoslar yo'q hozircha. Lekin nima sababdan keltirib chiqarishining sabablari ham to'liq o'rganilmagan. Eng ko'p tarqalgan sabablari bu timusiy giperplaziyasi va o'smalar hisoblanadi hozirgi kunda. Miasteniya kasalligining o'zini davolash imkoni bormi? Ha, albatta bor. Buni mutaxassis nevropatologlar davolaydi. Bizni Hilolmet klinikamizda oxirgi jahon standartlariga asoslangan metodlar yordamida miasteniya kasalligini davolab kelmoqdamiz. So'zim oxirida shuni aytmoqchimanki, miasteniya kasalligining qancha erta aniqlansa, unga to'g'ri tashxis qo'yilsa, miasteniyaga qarshi dori vositalarini to'g'ri berib, uni yetarli vaqtgacha, yetarli dozada berilsa, miasteniya kasalligi ancha yengillashadi va miasteniya bilan kasallangan bemorlar ancha yengil yuradi. Agarda sizni miasteniya kasalligi va boshqa turdagi nevrologik kasalliklar qiynayotgan bo'lsa,
quyidagi raqamlar orqali biz bilan bog'laning. Hammaga rahmat, kanalimizga obuna bo'ling.